Mani savolimga javob berishga tayyorlar bormi? Yangi yilga qanaqa sovg'a o'ylayotganingizni miyangizda o'ylang. Men turli xil savollar berib, o'sha sovg'ani topishim kerak bo'ladi. Kelishdikmi? Hop. Siz o'ylagan sovg'aga odam qo'li bilan tegib ko'rsa bo'ladimi? Bo'ladi. Ha, bo'ladi. O'zing bilan olib yura olasanmi? Ha. Ha, o'zim bilan har kuni olaman. Xo'p, nima bo'lishi mumkin u? Narxi 200 dollardan qimmatmi? Yo'q. Kam. Kamroq. Kamroq. Texnikami? Yo'q. Yo'q. Nima bo'lishi mumkin? Xo'p, kitob. Kitob. Topdimmi? Oy. To'g'risi aytaman, aqlli qizga o'xshadimi, shuning uchun kitob deb o'yladim. Shunaqa o'qimishli qizlar like bosib qo'yinglar. Tan olaman, men topa olmadim, ukajonim. Nima sovg'a edi u? Yo'q. O'rtoqlar, hozir nima sovg'a xohlaganlardi menga aytdilar. Sizlar nima deb o'ylaysizlar, kommentariyga yozib qoldiringlar. Topganlar bo'lsa. Ishtirokingiz uchun Market Yandex.go dan sizga promokod. Eng qizig'i, xuddi mana shu g'ildirakni Market Yandex.go ilovasida haqiqiysi bor va uni aylantirib siz haqiqiy sovg'alar yuta olsangiz bo'ladi. Charchamang, aytgancha eng globniy priz Zikr X avtomobili. Hishimga yetib qo'ymang faqat. Nafaqat Zikr avtomobili, undan tashqari boshqa juda ham ko'p sovg'alarni yutib olishinglar mumkin. Biz bilan aylanishda davom eting. Endi faqatgina Market Yandex.go ilovasida. Shunchaki ilovaga o'ting va sovg'alaringizni yutib oling.